Assalomu alaykum. 19-katalikdan bergan buyurtmalarim keldi. Qarang nimalar zakaz urganman. Ekspertni qora shampuni bundan 5 ta buyurtma qilganman. Hozirgi kataligimizda skidkada bu shampun shunaqangi zo'rki, 5 chalasi ham mijozlarimizni buyurtmalari. Yog'lik sochlar uchun ishlatiladi, sochni yaltiratadi, yog' balansini me'yoriga soladi va chuqur tozalaydi. 5 chalasi ham buyurtma. Expert seriyasidan har xil shampunlarni zakaz urganman. Xohlagan sochingizda turi uchun shampun topiladi. Ikkitasi birda, ya'ni balzamli shampun. Sochni intensiv mustahkamlovchi shampun. Bo'yalgan sochlarni rangini himoya qiluvchi shampun. Sochni o'stiruvchi shampun. 3D hajm bu yog'li sochlar uchun, ingichka sochlarni qalin qilib ko'rsatuvchi, yog'li sochlar uchun yog' balansini me'yoriga soluvchi shampun. Bundan o'zim ham ishlataman va juda ham ko'p sotaman. Koko shampuni hajmi ham juda ham katta, hidi ham zo'r, universal, hamma uchun barakali shampun. Detsk shampunlarimizda har xili bor, lekin menga aynan o'zimga hidi yoqadigan qulupnaylisi bundan juda ham yaxshi sotaman. Hidi ham juda ham shiringina, juda ajoyib. Bolajonlarimiz uchun ummo qulupnayli shampunchasi. 14-yanvar kelyapti. Yigitlarni bayrami. Shu munosabat bilan mana bu naborni urganman. Bu adrenalin, ifori juda ham zo'r. Bu nabor, bu dezodranti, shariklik dezodranti. Hozir katalikda skidkada. Shampun ili gel для dushasi. 35 millilitrlik atri ham bor buni, 100 millilitrlik atri ham bor. Mana shu adrenalin seriyasi yigitlarimiz uchun hozirgi katalikda skidkada. Buni hidi juda ham zo'r, shu uchun ham tezroq zakaz beringlar. Skladda tugab qolishi mumkin. Blockbuster atri hammaga yoqadi. Juda ham ifori ajoyib, qish fasliga mo'ljallangan. Legend, Urban Legend yigitlarniki, stoykisi ham zo'r, hidi ham juda ham zo'r. Bu yerda yomon narsani o'zi yo'q. Qizlarimiz uchun Valentin Yudashkin rozvisi, bu atirgulni hidi keladi, stoykisi ham zo'r. Marcella atri, aynan men o'zim shu atirdan ishlataman. Hidi juda ham betakror, hammaga yoqadigan. Urban Legend qizlarniki, ayollarniki, stoykisi ham zo'r, hidi ham juda ajoyib, o'tkir hidli atirlarimizdan biri. Hozirgi kataligimizda Purtojov skidkada. Buni hidi hammaga yoqadi, sababi yilni 4 fasliga ham to'g'ri keladigan. Qishda ham, yozda ham, bahorda ham, kuzda ham ishlatiladigan. Buni hidi, mana o'tkir hidli atirlarni kimdir yoqtirmasligi mumkin, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Lekin bu Purtojor atirimiz hammaga to'g'ri keladi. Ifori hammaga yoqadi. Hozirgi kataligimizda bu juda ham skidkada, arzon narxda. Shunaqangi atirlar kerak bo'lsa, lichkamga murojaat qiling. Qanday qilib arzon narxda olishni sizlarga o'rgataman. Gel для dush ham arzon, qulupnayli, ham hidi juda ham zo'r. Buni shu hammomizga qo'yganda, mana shu yuvinganda hammamiz hidga to'lib ketadi, ya'ni qulupnayni hidiga to'lib ketadi. Juda ham betakror, ajoyib narsa, ham arzongina, puli ham hamyonbop, puliga arziydigan gel для dush. Bu gel для dushdan doim menda bo'ladi. Yangi chiqqan yog'ni tozalovchi oshxonamiz uchun mana bunaqangi narsa chiqqan.
60 sekundda qora qozonlaringizni ham oppoq qiladi. Gaz plitalar, duxovka plitalar, xullas kalom oshxona uchun juda ham kerakli bo'lgan maksimal tozalash vositasi. Bu yangi chiqqan. Bunga mana bunaqangi sepadigani ham qo'shib beriladi. Mana sepib 60 sekund sepib qo'yiladi o'sha yog'li qora qozonlarga yoki yog'li joylarga oshxona uchun. Undan keyin qattiqroq dastmolcha bilan artib tashaladi. Juda ham zo'r narsa. Aromio seriyasidan parfyumerniy suyuq sovun. Bu bilan qo'lingizni yuvganingizda xuddi duxeni hididek qo'lingizda qoladi, turib qoladi. Aromiyoni geldiliya dushasi, bu bilan yuvinganingizda tanangizdan atirni hidi kelib turadi, duxeni hidi kelib turadi. Bu Aromio geldiliya dush parfyumerniy hisoblanadi. Yangi chiqqan novinka mahsulotimiz. Cherry gilosni hidi kelib turadi, olchani hidi kelib turadi. Tanangizdan juda ham betakror ifor yangi chiqqan mahsulotlarimizdan. Yana tarkibida feromon ham bor. Intim gigiyena uchun intim gellarimiz, ta'sirchan teri uchun, barcha turdagi teri uchun hozir mana shunaqangi zo'r ajoyib hamma ayollarga har kuni kerak bo'ladigan intim gellarimiz super skidkada. Bu SPF kremimiz, bu klientlarimizni buyurtmasi. SPF kremlar bizning yilni har bir fasli uchun, yuzimizni himoya qilish uchun, yuzimizni namligini saqlab turish uchun kerak bo'ladigan mahsulot. Expert seriyasidan kechqurun yuzimizni parvarish qilish uchun Expert seriyasidan krem. Mana bu SPF 50 SPF kremi. Bu yuz uchun, tashqi muhitdan yuzni himoya qilish uchun. Mana bu Expert seriya ham mijozlarimizni buyurtmasi. Soch bo'yog'i, bu ikkalasi ham bir kishini buyurtmasi. Soch bo'yoqlarimiz amyaksiz, sochga hech qanday zarar yetkazmaydi. Juda ham ajoyib, rangi uzoq turadigan tabiiy mahsulotimiz. Renovage seriyasidan ko'z atrofi kremi va tungi kremi. Bu ajinni zo'r yozib, yuzni yoshartirish uchun muhim ahamiyatga ega. Hozir katalogimizda super skidkada. 4 kunda bir marta ishlatiladigan ultra to'pchali dezodorant. Bu juda ajoyib, universal, ayollarga ham, erkaklarga ham bo'laveradi. Buni shunaqangi xususiyati bor, oyog'i terlaydigan, oyog'idan badbo'y hid keladigan qizlarga ham, yigitlarga ham oyog'iga surtib qo'ysa ham oyog'ini 4 kun hech qanaqangi hidlantirmaydi. Juda ham приятный va plyuslik degan bu davolovchi. Juda ham ajoyib shariklik dezodorantlarimiz, antiperspirant hozirgi katalogimizda super skidkada. Mana bu Ummo 3+ spreylarimiz. Bu qizchalarni sochini, chigalini ochish uchun juda ham ajoyib. Men bundan ko'p sotaman. O'zimni qizim ham ishlatadi. Hidi ham zo'r. Mana bu uzun sochli qizchalarning sochi chigal bo'lib qoladi. Mana shu chigalini zo'r yoyib beradi va sochni vitaminga to'yintiradi. Tonalni yog'li yuzlar uchun va o'rtacha yog'li yuzlar uchun faqat quruq yuzga emas, boshqa yuzlarga to'g'ri keladigan CC krem. CC krem bu ham tonalni, ham yuzingizni kun davomida tashqi muhitni noqulay ta'siridan himoya qiladi. Bu qosh uchun, laminatsiya qilish uchun, qoshingiz tabiiydek qop-qora bo'lib turadi va yana qosh ildizlarini mustahkamlab, qoshni o'stirish xususiyatiga ega. Juda ham ajoyib narsa. Bu ham hozir katalogimizda skidkada. Mana bu podvodkamiz. Podvodka
sizlarga kafolat berib aytamanki, bu 1 yilgacha umuman qotib qolmaydi. 1 yil ishlatganman man o'zim shaxsan mana shu podvodkadan. Shu uchun ham bu podvodkani maksimal darajada sotaman. Bu podvodkadan doim manda bo'ladi. Qosh uchun qalam. Mana bunaqangi laklarimiz skitkada hozir. Biologik faol qo'shimchalarimizdan blueberry chernika. Bu ko'z o'tkirligini o'tkirlashtiruvchi, mutlaqo tabiiy, umuman organizmga zarari yo'q, ko'z o'tkirligini o'tkirlashtiruvchi tabiiy mahsulotlarimiz. Mana bundan 2 ta urib olganman. Hozir katalogimizda skitkada. Hozir ko'pchiligimizni, deyarli hammamizni tanamizda yod yetishmovchiligi kuzatiladi. Mana bu kelp oziq-ovqat qo'shimchasi organizmni yodga bo'lgan ehtiyojini to'ldiradi. Yod elementi tanamizda yetarli bo'lsa, xotiramiz kuchli bo'ladi, zehnimiz o'tkir bo'ladi, gormonlarimiz me'yorida bo'ladi, qalqonsimon bez faoliyati yaxshilanadi. Qisqasi, hammamizga kerak bo'ladigan yodga boy bo'lgan kelp oziq-ovqat qo'shimchasi. Mutlaqo tabiiy, 100% kafolat berib aytamanki, organizmga hech qanday ziyoni yo'q, faqatgina foyda. Bu biologik faol qo'shimcha. Kurkuma yallig'lanishni davolaydi. Tanamizda kechadigan yallig'lanish jarayonlarini muskullarda, organlarda, suyaklarda qanaqangi yallig'lanish bo'lsa, mana shu jarayonlarni davolovchi hisoblanadi. Va yana bu antiperspirant, ya'ni antibiotik, tabiiy antibiotik hisoblanadi. Jigar juda ham nozik organ hisoblanadi. Mana shu jigarimizni yoshartiruvchi, hujayralarni yoshartiruvchi, sog'lomlashtiruvchi, toksinlardan tozalovchi mahsulot Gepatoforte. Hammaga kerakli biologik faol qo'shimcha. Jigar uchun yana bir narsa bu Gepalay jeli. Jigarni tozalaydi, oziqlantiradi. Jigar himoyasi uchun muhim Rastaropsha o'simligidan tayyorlangan.